Assalomu alaykum. Men 511-23 guruh talabasi Isroil Ruxshona. Bugun logopediya fanidan o'zim rinolariya o'rganish tarixi mavzusiga tuzgan slaydimni tushuntirib o'taman. Bunda rinolariya nima? Avval shunga to'xtalib o'tamiz. Rinolariya bu grek so'zidan olingan bo'lib, rinos burun, laliya nutq degan ma'noni anglatadi. Bunda nutq apparatining anatomik fiziologik kamchiliklari sababli ovoz tembri va tovush kamchiliklarida kuzatiladigan kamchiliklar bo'lishi mumkin. Rinolariya bolalarda unli yoki undosh tovushlar, ayniqsa m, n kabi burun tovushlarida kamchiliklar kuzatilishi mumkin va bunda nutq ravonsiz bo'ladi, tovush jarangdorligi, talaffuz buziladi. Avvalo nutq haqida gaplashib o'tdik va rinolariya turlari haqida gaplashamiz. Bunda rinolariyaning 3 turi mavjud bo'ladi. Birinchisi ochiq rinolariya, keyingisi yopiq rinolariya va uchinchisi aralash rinolariya. Avvalo ochiq rinolariya haqida gaplashamiz. Ochiq rinolariyaning 2 xil turi bo'ladi. Bunda organik va funksional. Ochiq rinolariya bu rinolariya artikulyatsion apparatidagi tug'ma yoki hayotda orttirilgan nuqson, yetishmovchilik tufayli yuzaga keladi. Tug'ma xillarining sabablari har xil bo'lishi mumkin. Masalan, yuqori jag' va suyakning tish qatorlariga taqalib, yumshoq tanglaylar kemtikligi yoki tilchaning kattaligi va boshqalar ana shunday nutq kamchiligiga olib kelishi mumkin ochiq rinolariyada. Yopiq rinolariyada burunning havo o'tkazuvchanligining pasayishi va nutqning burun rezonansining kamayishi bilan bog'liq bo'lgan nutq buzilishi bo'ladi. Unda bemorlar doimo og'izlari bilan nafas olishadi. Bu holat tug'ma yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Organik, ya'ni tomir, halqum, burun yo'lidagi to'siqlar yoki funksional burundan nafas olish funksiyasining buzilishi bo'lishi mumkin. Yopiq rinolariyaning organik sabablari burun devorining qiyshiqligi bo'lishi mumkin, o'smalar bo'lishi mumkin, poliplar, fibrom yoki adenoidlar bo'lishi mumkin. Yumshoq tanglayning kaltalligi yoki falajligi bu ham yopiq rinolariyaga sababchi bo'ladigan kasallik hisoblanishi mumkin. Funksional sabablari esa burun bo'shlig'ining yaxshi o'tkazuvchanligiga qaramay burundan nafas olishning buzilishi hisoblanadi. Aralash rinolariya. Aralash rinolariya bu nutqning burun orqali noto'g'ri chiqishi bilan bog'liq nutq buzilishi turi hisoblanadi. Unda havo burun orqali ba'zan ortiqcha, ba'zan esa yetarlicha chiqmaydi. Shu sababli ovoz ba'zan burunlangan, ya'ni burun bilan bir xil tushunarsiz chiqadi. Ba'zan esa bo'g'iq eshitiladi. Aralash rinolariya bolalarda unli va undosh tovushlar to'g'ri aytilmaydi. Gaplar ravonsiz bo'lishi mumkin. Logoped ishlari va burun orqali havo oqimini boshqarish, yumshoq tanglay harakatini yaxshilash va tovushlarni aniq talaffuz qilishga qaratilgan har xil mashqlarni bajartiradi. Mashqlar nafas, artikulatsiya va rezonansni rivojlantirishga yo'naltiriladigan har xil mashqlar bo'lishi mumkin. Rinolariyada tovush buzilishining sabablari anatomik sabablar bo'lishi mumkin. Bunda yumshoq tanglayning yoriqligi, og'iz bo'shlig'i va burun tuzilishidagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Kasalliklar: burun yo'llari tiqilib qolishi, adenoidlar, shamollash yoki har xil infeksion kasalliklarga chalinishi. Jarrohlik yoki travma: tanglay yoki burun jarrohlik amaliyotlari, jarohatlar natijasida havo oqimining buzilishi. Nevrologik va muskulyar yetishmovchiligi: yumshoq tanglay va lab mushaklari zaifligi, nerv signallarining yetarlicha uzatilmasligi sabab bo'lishi mumkin. Nutqning noto'g'ri o'rganilishi, ya'ni bola nutqni burun ohangi bilan noto'g'ri o'rganib qoladi va doimiy ravishda xuddi shunaqa gapiradigan bo'lib qoladi. Rinolariya o'rganish tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, rinolariya dastlabki ilmiy ishlar shifokorlar tomonidan yozilgan. Pirogov, Vorontsovskiy, Subbotin, Paykin o'zlarining ishlarida operativ tadbirlar ta'sirida tanglay razmeri qay darajada o'zgarishi, tanglay razmerlarining qaysi ko'rsatkichlari manqalanishdagi logoterapiyaga yaxshi ta'sir ko'rsatishi kabi masalalarni muhokama qilgan. Pirogovning shogirdi Vorontsovskiy normal nutqni tiklash yo'lida oronoplastika qilish orqali oldinga bir qadam qo'yildi deb ta'kidlagan. Rinolariya logopedik ish haqida gapiradigan bo'lsak, bolani tekshirishda logoped avval bolaning rivojlanish haqida va ota-ona shikoyatlarini o'rganadi. Bola qanday nafas olayotgani, ovozida burun ohangi bor yo'qligini tinglaydi, ota-onasidan so'raydi, o'zi bilan gaplashadi, til, lab va yumshoq tanglay harakatini ko'radi, o'rganadi, men-nengi tovushlari qanday chiqayotganini tekshiradi. Kerak bo'lsa, lor va stomatolog xulosalarni ham hisobga olgan holda bola bilan ishlashda davom etadi.
Rinalini davolashdan oldin qaysi bir kamchilik ovoz tembrini ko'proq buzib, manqalikka ko'proq sabab bo'layotganini aniqlash birinchi o'rinda muhim. Masalan, bemor burun tovushlari bilan o'yinlarni boshqa tovushlarga qaraganda yanada ko'proq manqalarni talaffuz etayotgan bo'lsa, demak, unda yopiq rinalali ustun bo'ladi. Agar davolash chorasini shunga qarab belgilanadi, rinalaliklar nutqni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, birinchi galda sirg'aluvchi tovushlar talaffuzi buziladi. Chunki rinalaliyada havo og'izdan emas, balki burundan chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rinalaliya va rinalani o'rganish tarixi haqida bugungi slaydimiz mana shulardan iborat edi.